hadisi shariflarda kelgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning nasihatlaridagi fazlu qiraati surati takathur inda nawm debdilar. Alhaakumut takathur surasini uxlaydigan vaqtida o'qiydigan insonga beriladigan fazilat, savob. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ja'ani Jibril alayhi salam faqal: bashir ummataka bi fadail alhaakumut takathur. ما من أحد من أمتك يقرأها بنية صادقة عند موضعه إلا كتب له 70,000 حسنة ومحى عنه 70,000 سيئة ورفع له 70,000 درجة وشفع في أهل بيته وجيرانه ومعارفه وكفاه الله شر منكر ونكير." من حضورمga برادرم جبريل عليه السلام keldilar. Deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam. Aytdilarki: "Ey Muhammad alayhissalom, ummatingizga Alhaakumut takathur surasini fazilatini xush xabarini bering. Ummatingizdan qaysi bir ummat yaxshi niyat bilan o'zini kechqurun yotadigan joyiga borgan vaqtida shu surani, Alhaakumut takathur surasini bir marotaba o'qisa, u banda uchun 70,000 dona savob yoziladi" dedi. Alhaakumut takathur 8 oyatda o'zi. Shuni o'qib qo'ysa, insonga 70,000 ta savob yoziladi. 70,000 ta gunohi to'kiladi. 70,000 darajasi ko'tariladi. Xonadon ahlidan, oilasidan, qo'shnilaridan, yaqinlaridan, tanishlaridan u qiyomatda shafaat qiladi u odam. Va munkar nakirni yomonligidan Alloh unga kifoya qiladi degan ekan. Astagfiru billah. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله. Mashoya. Qisqa fazilati shunaqa ekan. Vatandoshimiz faqih Abul Aziz Samarqandiy rahmatullohi alayh Bahrul Ulum tafsirida shu oyatda tafsirida aytibdilarki, agar har kuni odam shu surani bitta o'qib qo'yayotgan bo'lsa, Alloh jalla va ala qiyomat kuni bandasiga bergan ne'matlaridan hisob kitob qilib so'ramaydi debdilar. Oyatning oxirgisida "Summa la tus'alunna yawma idin 'anin na'im'da ma'nosi shu ekanda, qiyomat kunida Alloh bergan ne'matlardan sizlar so'ralarsizlar haminglar. Nima ne'mat bergan Xudo? Boylik, ilm, yaxshilik, imkoniyat. Xudo shunaqa imkoniyatlarni bandasiga bergan bo'lsa-yu, o'sha imkoniyatdan foydalanib Xudo aytgandek qila olmagan bo'lsa, Alhaakumut takathurni o'qib qo'yayotgan bo'lsa, Alloh u bandasidan shu ne'mat haqida so'ramaydi deganlar. Alloh o'zi oson va yengil qilsin hammamizga ham.